Stol ustul ayttiribdi maktabga. Hali to'yxonani stol ustullaridan, chiroyli idishlaridan qilib 250 mingdan doim nimaga borib erdikda endi anaqa o'tirishardi. Biz qo'shilolmas edik 250 ming qimmatli qilib. Endi stol ustulda idish tovoqni maktabga aytibdi. Dadammi? Ro'shantoyda oyligi chiqdimi? Nimchavni nima qilardi? Nimchavni nima qilardi? Nima bo'pti? Nima bo'pti deysiz? Endi mana birinchidan keyin tushsa kerak, bayramdan keyin. Yo, haligi avansiga qo'shib. Avans olishmaydi ular, yo oladimi? Yo, avans oladimi Ro'shanlar? Qatiq uyutyapsizmi hali? Qatiq uyutyapsizmi hali ham? Odamlar olyaptimi? Nima yangiliklar endi keyin? Endi bu yigitlarni qanday boqasiz endi ayo? Ular kvartira puli ham bermaydi endi sizga. Kvartira puli ham bermaydi sizga ular. Xurmolar pishibdimi? Jahon ko'rindimi? Yaxshi. Hayır. Yurak yürüyüşü ya. Onu bukağı yok ekan yuragidan dedilar ha? Ko'zini chiqib ketgani nimaga ekan? Ko'zi chiqib ketgani? O'zi ko'zi katta edi u qizda. Hozir semirib qolibdi. Semirib o'ziga kelib qolgan bo'lsa kerakda, shuning uchun ko'zi ham yaxshi ko'rinadi. Ozib ketsa ko'zi go'layib qoladi odamda. O'zi ham emizeli. O'g'li bormi?
ikkita o'g'li. Qo'lida ham o'g'li. Bahodir aka ham mana shu yerdan. Tinchlik omonlikmi? Janjal-junjallar bo'lgan yo'qmi ishqilib? Aya. Janjal-junjallar bo'lgan yo'qmi? Tinchlik omonlikmi? Ana ikkinchi etaj ham o'tiribdimi Go'layib, suv yo'q bo'lsa ham. Gazchi ularga. Svet pulini to'lading. Svet yoqishganda. Endi sudga berish kerak shuni. Yana bitta mana ishlardan qutuldingiz, endi sekin yugurib shuni sudga bering, yana uydan chiqartirib yuborishga. Bir-ikki marta yugurasizda, endi keyin oxiri chiqaradi. Aya, mana ajrimda ham bir martada ajratmadi, 2 martada ajratmadi. Oxiri 3-4 martada ajratgan singari 2-3 marta ko'rib chiqiladi-da. Keyin yo bir suruk qo'yadi unga. Suruk qo'ysa ham chiqib ketadi u. Chunki nima qilolmaydi-da. Endi baba yashamas ekanman bu yerda nima qilaman deb nimasini boshlaydi, harakatini qiladi. Yana bir marta urinib ko'rish kerak. 2-3 marta urinaverish kerak-da, uni sudga beraverish kerak. Keyin tanish topib Dilshodni tanishi borib, shu yerda shunaqa hal qilish kerak-da. Tanish bo'lmasa, sizni foydangizga hal qilmaydi-da. Tanish bo'lsa, sizni foydangizga. Chiqadi. Tayyor uy, nima bo'lsa ham erimni nomida bo'lsa ham baba bolalarimga qoladi deb o'ylaydi. Bularni qosh ko'ziga qarab o'tiramanmi? Chiqib bemalol yashayman. Yangi uy olib, endi yangi kelinni aql olaylik desangiz, nimada? İşte yangini aql oladigan bo'lsangiz, men qo'shnim 88-yil ekan, pastki qo'shnim. Ana kecha eshigimiz buzilib qoldi, oshxona. Eshigi yopilgan joyida, bunday kirib qoladi, bunday qilsangiz chiqadi, ochiladi, bunday qilsangiz yana bunday kirib qoladi. Ana shunaqa joyi, bunday kirgan joyida qisilib, qaytib chiqmay qo'ysa-dek. Sho'rg'ib yoshxona dedi, eshik qolib ketdi. Keyin qo'shnim pastga tushib, ikkita dasturxonni bir-biriga nima qilib chiqar Mamatdan nima kirgizaman dedim. Atvertka orqasidan kirgizib, ashuni yechib bir balo qilib chiqarasan endi deb uni nima qilib qo'shninikiga pastga tushib, eshigini ochdi, nima qildik, ochdik. O'shanda tushdim. Hali qiz ko'rsangiz uyini rosa chiroyli qilib remont qiluvdi-yu. Turkiya samesniy rosa chiroyli 8 millionga divan kreslo olibdi. 27 millionga spalni garnituri olibdi.
Chiroyli qilib uyini yasatib, eri sudda ishlaydi. Eri yo'q, ajrashgan. Bitta qizi bor, endi kattagina bo'lib qolgan, Behruzdaqa bo'lib qolgan katta qizi bor. Endi ko'rsangiz, uy hamma yo'q baja, hamma yo'q yetarli. Eri yo'q, baxi yo'q. Tegmaysizmi desam, ikkinchi ro'zg'orga unamayman deydi. Ikkinchi ro'zg'or so'rayapti hamma deydi. Endi hali nima qildim-ki, endi baribir menga bu qizim bor deydi, menga kelib ketadigan er bo'lsa bo'ldi deydi. O'g'il tug'ib kelib ketadigan er bo'lsa bo'ldi, o'g'il tug'ib olsam bo'ldi deydi. Endi keyin o'yladim endi qanaqasi. O'g'il tug'ib olaman deyapti-yu, bola tug'sa bola qolmaydi. Bog'lanib qoladi. Yo'q, o'sha boshliq qabulxonasida o'tirar ekan. İşte o'yladim o'zim. Haligi nima yalloq qilib endi ro'zg'or qilyaptimi endi bilmaysiz, endi halolmi pokmi bilmaysiz. Nimaga ajrashib ketyapti u? Siznikiga kelib ham bola ko'rmasa-chi, nima qilasan? Eridan bo'lmasa-chi? Gunohim, siz chiroylimi? Gunohim Zedahomi? Esli ekan. Nimani? Gulnoraxon tushuntiribdi axir. U nimani ustiga ham kelaverar ekanmi, Shahloni ustiga ham? Kim? Endi Gulnoraxon biladi endi oilaga, bizga oilaga kelgan, ko'rgan, yashab ham ko'rgan. Qachondan beri biladi. Endi janjal qilmay, olib o'tirasizlarda, o'zlaringni ko'rsatmay, bir-birlaringga baqirmay, yoxud qilmay, bir-birlaring gaplaringni ma'qul qilmasalarning hech ham bunaqa bo'lmaydi. Hamma o'zini gapini ma'qul qiladigan bo'lib ketibdi. Katta odamni gapiga kirib, sizni gapingizgami, dadamni gapigami kirib, xo'p deydigan bo'lish kerak. Hamma o'zini aravasini topgan. Nimaga? Shohona bittaki. Zo'r bo'lgan, ikkimiz birga borib birga kelib, shunaqa qilamiz. Birga borib birga kelamiz. Birinchi sinfda qiynalgan xolos bu bolani bechora. Shahnoza bilan borib kelgan. Undayam qiynalmagan. Kirani pulini berardim, Shahnoza olib ketardi.
Ha, bo'pti, kelinim tayin bo'lib qopti hela. Qachon kelasiz endi? Evet. Qalaysiz? Rahmat. Rahmat. Qulluq rahmat. O'zingizniyam yaxshi dam oldinglarmi? Yaxshi. Biliks qalay? Yaxshimi? Qayerdasizlar? Uydamisizlar? Oltiarga ketib qolmadilaring shekilli? Ha, yaxshi. Kelaman degandingiz? Ha. Alo. Ha. Dilfuzaxon, sizlar nima qilmoqchisizlar? Shahnozni joni chiqyapti. Aytdim-a, o'zi kelgisi kelgan debdi, mani kelgan desam, ha, sizlar bir narsani boshlayapsizlar. Kelyapti. Lekin o'shanga hozir endi uxlab turdik. Dilfuzaxon kelaman deyuvdi. Ayam bilan haldan beri gaplashib yotib hozir ayamga telefon qilib qolishuvdi. Yaxshi, keyin nima, ular boshqa liniyaga o'tib ketuvdi. Men Dilfuzaxonga telefon qilaychi. Kecha kelaman degandi. Ha, kelaveringlar. Nima bo'pti? Uchovlaring o'tiribsizlarmi endi? Ha. Ha, yaxshi, mayli. Ha, mayli bo'lmasa. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi o'tiringlar. Nima, Shahnoz kir mashina ko'raylik deyapti, deydi. Men ha? Kim biladi, endi mana nima ota-onalari ham pul yig'ib beribdi shekilli. Jicha puli yig'ilib qolibdi shekilli, o'shanga olay deyapti. Uni kir mashinasi hali siqmaydi-da, siqadigani ishlamaydi. Yuvoradi-yu, naqasi ishlamaydi. Ha. Ashikka ham borib ketdi shekilli, baribir 6 million deya. Uni 3 million puli bor ekan xolosda. Menga hali bo'lib hali 5 kredit, yana oyga 1 million, yana oyga 1 millionni qilib beradigan bo'lsa deyapti.
3-4 million qilgan bo'lsa, o'shani endi mahkam ushlab turibdi. Shu 1-2 million yetmayapti. O'shanga o'shanga bir bo'lsa ko'rib qo'yaylik deyapti shekilli, vaqtimiz bor edi. Keyin o'shanga ko'rib nima qilib qo'ysak, keyin oylik tushishi bilan borib olib kelaman deyapti shekilli. LG bilan Samsung yaxshi. Endi qolganiga ishonch bormi yo'qmi Xudo biladi. Aytdim, arzon bo'ladi dedim, olib kelib olib dedim. Keyin 2 kundan keyin barabarni aylanmayapti deb dedim. Usta chaqirib dedim, falon pulga tuzatadi usta dedim. Undan ko'ra qimmati yaxshi. Endi bir funksiyalari kamroq bo'lsa ham zato işte. Bir xilgisi paravelisi bor, bir balosi bor. Ja unaqa zo'r funksiyalilar kerak emasda endi, to'g'rimi? Shunaqa qilib ko'rib qo'yamiz endi. Bir bo'lsa nima? U ham telefon qilgan yo'q hali, ammo kecha aytdi, "Yo'q, meniki Dilfuzaxon mehmonga keladi, men chiqolmayman" deydi. Yo'q, ko'ch ko'tarish osonmi? Ko'ch ko'tardi degani o'sha uyni bo'shatib qo'yib chiqib ketdi degani. U hali erini bir tayinli uyi bo'lmasa, boshqasi bo'lmasa. Erini aytdi, tayinli uyi bo'lsa ekan Toshkentda, endi bir baliqni olib kelib yashab turib, keyin olib ketaman desa. Hali una degan yo'q. Qo'rqadi endi dadasi. Shunaqa qo'rqitib ko'rchi degandirda. Ko'ch ko'taraman desang olib ketadi deb o'ylaganman endi. Endi ikkovsini o'tkazib olib, katta xotinsanlar, ikkovingdan bittadan bolalik, oila ko'rgan, ro'zg'or ko'rgan odamsanlar deb yaxshilab gapirib ularni yarashtirib qo'yishlaring kerak. Ana keliningiz qovoq tumshug'ini osiltirmasa, nima jahon unaqa qilmaydi. Hoji kelganda teskari bo'laverasizlar. Hozircha yashab chiroyli bo'lib yashab turaveringlar. Endi urushib ham olishdi, endi bir-biriga inoq bo'lishi ham qiyin. İşte mayli endi u ham ko'tini qisib bir 3-4 kun uyida eri kelguncha yashab tursin. Oson bas baribir birovni. Oson bas. Mana ishidan ayrilyapti hozir. Ishiga qatnash qiyin. Ertaga qish kelyapti. O'shada endi chiqqan qiz chug'urg'idan nari-yu, lekin baribir qayerga boradi? Ota-onanikiga kelibdi hamma qiz. Men endi erga tegdim, endi sanikiga, ota-onanikiga borolmayman degan qiz yo'q. O'ladimi, qoladimi, yomon bo'ladimi, yaxshi bo'ladimi, iloji yo'q, ota-onanikiga boradi. Hech kim sig'dirmaydi-da. Baribir o'sha ota-onanikiga keladi. O'shuning uchun iloji yo'q, endi ota-onanikida yashab, bitta uy-joy qilib, harakat qilib, uy-joy qilib chiqib ketadi. Ungacha kelin chidaydi. 10 ta bolangiz yo'q, shu bitta bolangiz. U eshikdan chiqib kelayotgan, bu eshikdan chiqib kelayotgan qator qizingiz yo'q. Bitta dona qizingiz, bitta dona bolachasi bor. Chidash kerak, iloji yo'q, qayerga boradi deb qudingizga tushuntiring. Chidasa shu, chidamasa ana. Mani bolam qayerga boradi deb. Ana sizniki ham boshiga ish tushib, siznikiga bordimi yo ko'chaga qarab soldirib ketdimi? Hamma ota-onasinikiga boradi-da. deb qudingizga tushuntiring. Yashaversin, men bir narsa demayman, men buni haydaganim ham yo'q, boshqa ham qilganim yo'q. O'zi ketyapti, o'zi kelyapti, boshqa nima qilasiz deb. Men uni haydaganim yo'q deb kelib turib oling.
O'shanda tek o'tiraverdi, so'kishadi. Qayning bir narsa demayotgan bo'lsa deb. Rosa qil deydi. Endi qaynsinglim ishga boradi deydi. Yeb yotgan yo'q masalan. Harakat qiladi, pul topishga harakat qiladi, o'zini o'zi qoplaydi. Esi kirib qolishadi hali voy hayot oldinda. Ashta hali bular go'daydi. Guli qizam endi mana Guli qistengilar hali turmushga chiqmaganlari bor. Yoshda vaqt kelsa mana biz 50 ga kelsak ham hali biz ham jazavamiz qo'zib urishamiz. Uyat bo'ladi demaymiz, qudardalik bo'laman yaqinda demayman, man ham chakana urishib kelmadim man. Chiqaradigan qizim bor, ko'tim qisib yashaylik demadim. Rost, tek kelib tek ketay demadim. Asabim o'ynab, qilgan qilovlariga asabim o'ynab urishkim keldi-da. Endi qovog'ini osib turib unaqa qilib yursa, Guli qizni ham asabi buzilganda. O'zi hayotimi ne bo'lib siqilib yuribdi. Mayli, sabr endi xudo xolasa. Endi kelin qizga insof bersin. Mayli, bo'pti deb Fizaxon, hop yaxshi dam oling. O'pib qo'ying Sultonchani. Xo'p, bo'pti. Barcha qo'y, barcha. Sonda qo'y.